Mana hozir shu videoni ko'ryapsiz. Ko'rib bo'ldingizmi? Gap eshitasiz. Yaxshisi ko'rib bo'lgandan keyin. Turing, chuqur nafas oling, ko'chaga chiqing, atrofga qarang. Ko'chada nimalar bo'lyapti? Havo qanaqa, osmonning rangi qanaqa bugun? Quyosh qanaqa charaqlayapti? His qiling. Telefonda o'tiravermasdan. Xohlamayapsizmi? Ichingizda nimadir kerak bor, bu nima deyapti deydi. Hammaning ichida bor bu. Nimadir bo'ladi, постоянно ikkilantiradi. Yo'q qilma, yo'q qilma, yo'q qilma deb ushlab turadi. Uyda non qolmabdi. Borib chiqib kela qoling. Yo'q, bukmaysa chiqib kelma, balkim bukim olib kelar. Ishim bo'lmayapti, ishim qilishim kerak. U bukim kelsa hamma ishimni qilib beradi. Bir kun hayotimga man kutgan inson keladi. U meni baxtli qiladi. Kutaveringlar shunaqa. Nima o'zgaradi? Nima o'zgaradi kutishlardan? Harakatni boshlash kerak undan ko'ra. Kichkina bo'lsa ham. Aslida meni videolarimda mana shu kanalimda harakatga chorlash eng asosiy maqsadim. Rivojlanishga chorlash, harakat qilinglar, o'rganinglar. Meni videolarim faqat sizlarga yordam berishi mumkin, lekin sizlarni baxtli qilib qo'ymaydi, sizlarni kuchli qilib qo'ymaydi. Hammasi sizlarga bog'liq. Ideal vaziyat, ideal odam yo'q. Xohlasanglar lotereya o'ynanglar. Bir kunmas bir kun omad chiqadi. Bilib bo'ladimi? Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Shundoq hayot yashaylikki, kelajakda farzandlarga, nabiralarga o'z hayotimizdan aytib berganimizda ular qiziqish bilan ko'zlari charaqlab eshitsin bizani. Yoshlar bizga qarab o'rnak olsin. Mana shunaqa hayotda men xohlayman. Mana shunaqa hayotda yashashga harakat qilaman. Erishishga harakat qilaman.